Bismillah. Ortimizda turgan sarhadsiz dengizning nomi Qizil dengiz, eski nomi Habasha dengizi ham deyilgan, yana bir nomi Qulzum dengizi. Uzunligi 1900 km, eng keng joyi 350 km, Hind ummoni bilan Bobul Mandabdan bog'lanadi. Eng chuqur joyi 3040 metr, o'rtacha chuqurligi 450-490 metr atrofida. Bu dengizni bilishimiz kerak bo'lgan o'rinlardan biri Jiddaning janubidan islomning avvalida sahobalar 2 marta Habasistonga hijrat qilishganda bu dengizni kechib o'tishgan. Yana mashhur rivoyat borki, sahobalar bir g'azotdan qaytishayotgan payti yemaklari qolmaganida Alloh taologa duo qilishganda dengizdan bir kit chiqadi. Va mana shu kitning go'shtidan ba'zilari yeyishadi, ba'zilari iste'mol qilishmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga qaytgan paytida shu masala ko'tarilganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bunday deganlar: "At'imuna in kana ma'akum." Agar oldingizda bo'lsa, bizlarga ham yediringlar, bizlarni ham taomlantiringlar deganlar. Bir sahobada shunda bu kit go'shtining quritilgani ozgina qolgan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom iste'mol qilganlar va buning natijasida kitning halolligi kelib chiqdi. Va bu hadis sharif 4362-raqam bilan Sahih Buxoriyda belgilangan.